Aka, bilaman, yangi boshladingiz bilyard o'ynashni, lekin hozir sanab o'tadigan 3 ta narsani qilmasangiz, o'yiningiz shuna chiroyli bo'ladi, o'zingiz ham hayron qolasiz. Ko'ring. Bilaman, birinchi qo'lingizni mana buna qo'yasiz ham. Yo mana buna qo'yasiz. Buna qo'ymang. Mana kiyni ushab turish uchun qo'lingizni birinchi 5 ko'tarasiz. Ko'targaningizdan keyin ozgina yoyasiz. Mana kiy zo'r yuradi o'shanda. Mana bu most deyiladi, bu qo'l emas, most. Ikkinchisi mana kiyni ko'pchilik mana aytadigan ushlab oladi. Mana bunday qilib ushlab oladi, mana. Turganda mana bunday turadi. Buna ushlamang aka. Kiyni ozgina bunday, sal bundayroq, keyin yengil ushlang kiyni. Orqa tarafini yengil ushlang, bemalol bo'lsin. Sizda mana turganingizda bemalol harakatlansin. Urib bo'lganingizdan keyin mana shu mel bilan mellab turing. Agar mana shu uchala narsa ham sizga o'xshamay turgan bo'lsa, bir futbolda o'zingizni sinab ko'rasiz. Agar ozgina bo'lsa ham bilyardga qiziqsangiz, bizning sahifamizga obuna bo'ling. Bizda eng zo'r sifatli videolar chiqadi.